Assalomu alaykum. Ishqibozlar, aka-ukalar, kurka boqayotganlar. Mana hozirda tuxumda yotgan makonlarni videoobzor qilyapmiz. Bularning hammasini chizuvlari yozilgan. Eng shustralaridan biri mana shu ikkalasi bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin mana. Hali qo'lim bormasidan patini ko'taryapti. Mana bu ham shunday. Juda aktiv. Xudo xohlasa, jo'jalar ochilgandan keyin ikkalasiga jo'jalarni qo'yish niyat bor. Qolganlariga ikkinchi marta bostiraman deb niyat qilganmiz. Birinchi yotgan makon kurkamiz mana shu bronza bo'ladi. Bu 19-mart kuni yotgan. Qolganlari 2 kun, 4 kun, 5 kun oralig'ida va kecha yaqinda eng oxirgisi mana shu bo'ldi. 2 kunmi bo'ldi. Endi mana shu kurkamizni yotqizganimga. Birinchi tug'ishi bo'lgani uchun yotqizish ozgina qiyin bo'ldi, chunki turib ketaverdi. Mana bu yashikni bosib qo'yganim sababi ham shu. Bu yerda ham bitta makon bor. Yarkisi ozgina kam bo'lgani uchun uzr so'raymiz. Ko'rib kuzatishingiz mumkin. Endi bu ham tug'yapti. Prosta buni men 20-fevralda boshlangan birinchi tuxum qo'ygan mana shu makon kurkamiz bo'ladi. Lekin tug'ishdan to'xtamayapti. Shuning uchun tuqqan joyda tuxumlarni tagiga qo'ygandim oxirgi bugun tug'ilganda. Yoqqa olib o'tdimda, narigi kletkadan olib o'tib, ularni yoniga mana yotqizib qo'ydim. Tuxumlarning hammasini tagiga oldi. E'tibor beramiz, 24 tacha tuxum bor buni tagida. Bularni ham hammasini tagida 24 tadan tuxum qo'yganmiz. Inshaalloh mana 1-2 haftadan keyin ochgandan keyin yana bir chiroyli obzor qilamiz. O'zingizlar baho berasizlar. Xudo xohlasa kurkachilikdan anchadan beri shug'ullanaman. Asta